Yapma desa to'xtamay yapadigan qo'milliq keldi. Mana tuqqanlar, ama 4-aydagi filmdagi ratlar ketgan ko'zimni nech siqib arada yaqib ketdim. Tuqqanlar tatqinir birlikda jenim balarimni shundoq seg'indim. Amiz tuqqanlar ma filmni qattiq qo'llaymiz, yuraklarni ayamay besib oxirgacha ko'raveramiz. Yap-yashil yapmay keldim tuqqanlar. Chunki ishlatganim Al-Nur shirkatimiz Ispaniyada kirgizga tunji siqim sap zaytun meyi, may ilma o'g'andagili go'shtni sap normal o'ti dumlab qo'rimiz tuqqanlar. Zaytun mayni quruq qilstavasiq uzuqliqimi tiqamaydi. Andi tuz, piyaz, sho'g'lansa 1 soat qo'rimiz. Aka suv quyib usqanliq go'sht olsa 1 soat, bo'lmasa yarim soat qaynatib, aka qattiq saylardi chamg'ur bilan savzinsa qo'ymiz boshda. Aka xamirimizniki bir-birisiga chopishqanmasligi uchun uni veshini maylaydiganga kichik piyozni ushiq to'rab ustiga Al-Nurniki zaytun mayni ham holatida qo'yib tuzni odatdagidek salji qaraq sap aralashtirib tayyor qilamiz. Am qog'oz saylanima tuqqanlar qozonga solavatgandiki, aka biroqli uni ishlasak bo'ldi jumon. Ma ishlatayotganim tayyor xamir tuqqanlar quruq qozonga bir yiqib chalab pishirvagan xamirchi lazımlar meni qatva Finstonga kirvarsingizlar bo'ldi. Imkoniyat bo'pliqman sabrimiz sizlarga. Bu yapimiz mayda tutib unigacha hatto ishlatgan qozongacha yashil o'ketdi. Tuqqanlar ishlatganim bo'lsa vahvahniki yemeklik o'lchimidagi haqiqiy 304 lik barkat qozdan chaplashmaydi, datlashmaydi. Ichimi shundoq kangri aynak bo'lganki ichi ko'rinib turdi. Yineka eng muhimi ziyonsiz. Ko'rib mashaychan kitob so'nglik tuqqanlarim yildiz yurak belgilarini besib saqlashni cho'qim unutqamiz lozim. Ma bayramda amda esqat qoldi deyman. Yapma desma meni to'xtamay yapib tayyor qilib oldik. Endi normal o'tda 10 minutda sahil tayyor bo'ldi. Tuqqanlarim shunchalik o'ng'ay, ama shunchalik yeyishlikka. Men qozonmi ismi jismiga loyiq barkat qozon ketdi. Meni 2 yanni yo'qlaydiganim tayyor qilib oldim. Amiz tuqqanlar qog'oz tafsilotini bevos ko'rsatishga kirib, tafsili o'rganingizlar. Xayr xo'sh.